Salom qizlarjo'lar, bugun sizlar bilan birga kitob o'qiymiz. Bu trenddagi men kitobi. Buning uchun bizga highlighter, shunaqa idishcha, bu idishchaning ichida qora katta qisqich kerak bo'ladi va uchburchak skripka. Shuncha betli kitobni xudo xolasa birga o'qib tugatamiz. O'qishimizdan avval kitobni birinchi betiga qilgan ishimni sizlarga ko'rsatmoqchiman, ya'ni yurakchali stikerni yopishtirib qo'yganman va bunga boshlangan sana deb sanalarni qo'yib imzoimni qo'yganman. Endi o'qishni boshlaymiz. Stolga o'tirib olib, kitobni ochib olamiz. Ko'pchilik so'rashi mumkin, qora qisqich, katta qisqich nimaga kerak deb. Hozirlarga tushuntirib bermoqchiman. Biz kitob o'qiymiz, shuncha betlarni hammani kitobim yangi bo'lganligi uchun yopilib ketaveradi. Shu yopilib ketmasligi uchun o'qib bo'lgan betlarimizni shu qisqich bilan qistirib qo'ysak, bizga boshqa xalaqit bermaydi va bemalol o'qiy olishimiz mumkin bo'ladi. Hammaga bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman, chunki kitob o'qishni yomon ko'rgan odamman. Bu kitob o'qisa, kitob ichiga kirib ketadi. Masalan, men umuman kitob o'qimayman, yomon ko'raman o'qishni, lekin anchadan buyon ko'pchilik mana shu men kitobni rosa maqtaganligi uchun men o'qib ko'rmoqchi edim va adamga aytdim, olib kelib bering, menga ham degandim. Ertasi kuni Adajon olib kelib berdilar va o'qishni boshladim. Aytgancha shu payt menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda moda, lifestyle va kitoblar. Kelgan joyimni skripkacha bilan belgilab qo'ydim. Endi adashib ketmayman. Videoga like bosishni unutmang. Hammaga paka-paka.